Men aldanib qolganman. Iltimos meni kechiring. Mayli, meni kechirmasangiz ham bir haftadan keyin ketaman. Hozircha kimga bildirmang, iltimos. Bitta yaxshilik qiling. Ertaga boshimni ko'tarolmay qolaman, ayol kishimman. Bilaman, mendan nafratlanasiz. Men sizdan Alloh uchun yordam so'rayapman. Iltimos. Meni bu vaziyatdan olib chiqib keting. Men rostdan tavba qildim. Chin yuragimdan tavba qildim. Shirin chiqibdimi? Juda shirin chiqibdi. Men bugun kechroq aytaman. Sen ungacha uyda yaxshi o'tirgan, xo'pmi? Aytgancha. Iloji bo'lsa, suyuqroq ovqat qilib qo'ygan. Bugun ko'chadan ovqatlanmasdan uyga kelaman. Kelib, o'zingni qo'lingdan ovqat yeyman. Xo'p. Amin. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Allohu akbar. Ravsangiz. Rabbi. Nima qilay? Do'kondan nima olib kelaymi? Bu pul senga. Nimadir kerak bo'lsa olib ishlatgan. Xohlasang yegulik olgan. Xohlasang salonga bor. Farqi yo'q. Rahmat. Bo'pti, men o'rtog'im oldiga olib kelay. Haliroq kelaman, xo'pmi? Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Hop. Qalay to'ydagi hayot? Xudoga shukr, yaxshi. Yuzingga ajin nur kirib qopti. Ayolim yaxshiligidan aka. Ya'ni orqa ko'chadagi Nozimdor-ku. Nozim? Nozim. Kechagina yaqinda to'y bo'lmadimi? Kuni kecha bo'ldi. Hop. Kecha ayolini haydab yuboribdi shu. Eng kelinchini.
to'g'risini aytsam, qiz bola chiqyapti. O'zi mashina qizni ko'payib ketdi-da. To'ygacha yurib oladi, yotib oladi-da. To'ydan oldin bitta doktorga borib, keyin sponi yo'q qolib tegib ketyapti. Xudodan qo'rqmaydigan marazli. O'zicha aldab, nomimni oqlab olaman deb tegib oladi. Lekin kimni aldaydi? O'zini aldaydi-yu bu. Ertaga unaqa ifloslarga Xudoning oldida javobi bor. Buni qo'ygan, mashinangiz nima bo'ldi? Botir akam deymi? Ha, yuryaptimi? 2-3 kunda zo'r qilib beraman dedi ukam. O'shani kutib turmay endi. Shu Botir akaga meni ham mashinamni gaplashaylik, u yo'q-yo'g'iga qarab bersam. Xo'p, aytaman. O'zingiz yetmasangiz Botir aka ham kuchayib ketdi, qarab bergilari kelmaydi. Klient ko'pmi deyman-da. Ha, mashinalari ko'p, haqiqatda. Adasi! Qarang qanaqa chiroyli joylar. Ostlardan suvlar oqyapti. Hayotimda ko'rgan eng chiroyli joylar shu yer. Siz meni gunohimga ko'z yumib, rozi bo'lganingiz evaziga Alloh sizdan rozi bo'ldi. Meni ham tavbamni Allohim qabul qilib, menga ham jannatni lozim ko'rdi. Xo'p, teparoqda tepaliga ko'ryapsizmi? Bitta chiroyli qasr bor. Unga kiraman desam, u seni eringniki. Erinsiz kira olmaysan deyishdi. Rahmat sizga. Men sizni kutaman. Birga kiramiz. Men bu uyda ortiq yasholmayman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Ammo bu odam meni borgan sari vijdonimni azobda o'ldiryapti. Nega javobni berib qo'ya qolmaydi? Nega menga yaxshi munosabatda bo'lyapti? Nimaga menga mehr beryapti? Yo'q. Bu odam meni shunchaki ustimdan kulyapti. Sezdirmasdan tiriklayin meni vijdon azobida yerga ko'mmoqchi. Yetar. Yetar. Kitob o'qib o'tiribsizmi? Nimaga unaqa muomala qilyapsiz? Sizga har qaraganda meni vijdonim qiynalib ketyapti. O'zingiz ham bilasiz-ku, arzimayman bunaqa muomalangizga. Qanaqa qilib bunaqa yaxshi odam bo'lyapsiz? Men javobimni bering. Men ketaman. Men bunaqa hayotda yasholmayman. Xavfsizlik o'zingizga yuzingizga qaraganda yuraklarim taka-puka bo'lib ketyapti. Men vijdon azobida qiynalib ketyapman. Meni vijdon azobida o'ldirmang, javobim bering, ketaman. Hamma gunohlarimni bo'ynimga olib ketaman. Bu kitob juda yaxshi kitob ekan. Ichida bir gap yozilgan ekan. Keyin o'sha joyga boramiz. Kitobda yozilgan narsalarni o'sha yerda senga aytib beraman. Ko'rsan bularni? Hammamizni borar joyimiz mana shu. Bu atrofdagi qabr egalarini ham san va menga o'xshagan xatolar, kamchiliklari bor. Balki bularning orasida sen qilgan xatoni qilganlari ham bordir. Hayotda asl mohiyati bilasanmi nima? Unda xato qilib qo'ydim deb turib o'zini ich-etini yeyish emas, balki to mana shu qabrga kelgungacha
tavba qilib qolish kerak. Shu narsaga ulguramanmi yoki yo'qmi degan savolni odam o'ziga berish kerak. Men nima uchun seni bu xatoyingni kechirdim, ko'z yumdim, bilasanmi? Chunki men ham ojiz gunohkor bandaman. Xato kamchiliklarim juda ham ko'p. To'g'ri, seni xatoying oqlab bo'lmaydigan darajadagi eng katta xatolardan biri. Balki meni o'rnimda boshqasi bo'lsa qabul qila olmasdir. Lekin men seni xatoyingni, bu qilgan gunohingni yashirib ko'z yumganim evaziga Allohim qiyomatda meni xato kamchiliklarimga ko'z yumishini, uni hammadan berkitib menga rahim shafqat qilishini xohlayman. Allohim shu sinovni menga bergan ekan, nima uchun isyon qilay? Nima uchun qarshi chiqay? Nima uchun nolay? Sendan ajrab ketib boshqasiga uylansam ham xuddi shunaqa xotin bo'lib yashayman. Allohim tavba qiluvchi bandalarni xush ko'radi. Nima uchun? Chunki har safar banda gunoh qilib qo'yganda, chin dildan astoydil yig'lab Allohga nido qilganda Allohimning rahmi keladi u bandaga. Shuning uchun men sana gunohlaringga ko'z yumdim. Allohimning bu bergan sinovga nima uchun chidamay? Balki bu menga bir imkoniyatdir. Xudoyimning roziligi mana shuni orqasida turgandir balki. Allohning bandalariga bo'lgan zavqini, shavqini, mehrini, rahmdilligini banda agar bilganida edi, uni his qilganda edi, o'sha banda xursandchilikdan o'lib qolgan bo'lardi. Men shunchaki Allohimning bu bergan sinovga, mana shu hayotiga roziman. Bilasan, inson xatoni nima uchun qiladi, bilasanmi? O'sha xatoni qayta takrorlamasligi uchun. Uyda senga bir gap aytdim. Kitobda bir narsa yozilgandi. Xotin bir-birining xatosini to'g'rilashi va bir-birining kamchiliklarini to'ldirishga harakat qilmoqi lozim. Oliyjanob kishi xatoni to'g'rilaydi va uni berkitadi. Pastkash odam esa uni oshkor qiladi va unutmaydi deyilgan. Ich etingni yuvurmasdan haqiqatdan tavba qilgan bo'lsang, bu yog'iga endi o'sha tavba qilgan inson kabi yashagin. Mashinada bo'laman, chiqarsan. Allohim kechir meni, kechir. Astoydil tavba qildim, Allohim meni kechir. Gunohlarimga qaramasdan menga shunaqa yaxshi odam birov ko'rib soldi. Kechir meni, Allohim.
Alo. Alo. Yaxshimisan singlim? Ahvoling yaxshimi? Assalomu alaykum. Amajonim yaxshimilar? O'zingiz yaxshimisiz opa? Charchab qolmayapsizmi? Ha, nimalar qilyapsan? O'qishlaring bilan qiynalmayapsanmi? Yo'q, Xudoga shukr, yuribman mana. Semestrlaringni yopyapsanmi? Ha, yopyapman. Ha, unda yaxshi. Ha, shunaqa. Ha, aytmoqchi. Tinchlikmi? Haligi bola bilan gaplashmayapsanmi? Ha, yo'q, u bilan urushib qoldim kecha. Asabimga tegudi, bloklab qo'ydim. Menimcha gaplashmaganing ham ma'qul. Ertaga butun umr vijdon azobi bilan yashaysan. Ering senga qaraganda o'zingni arzimasligingni sezib azob chekasan. Voy yo'q. U senga har yaxshi gapirganda, har yaxshilik qilganda, sen uchun nimadir olib kelganda vijdon azobi bilan yashaysan. Yo'q. Eng achinarlisi bilasanmi? Bilmasam. Hozirgi gaplashayotgan odaming bilan shuncha vaqt o'tkazib, shu meni baxtim deb o'ylaysanda, lekin haqiqiy baxt to'ydan keyinligini his qilasan. Haqiqiy baxtni, haqiqiy sevgini his qilganingda ko'zlaring uyalib yerga qaraysan. Voy yo'q. Qo'y, gaplashma. Undan ko'ra o'qishingga e'tibor ber. Karyerangni to'g'irla. Xo'p, opa, men sizni tushundim. Ha, o'zi qachon ko'rishamiz? Bilmasam. Biror kun manikiga kelgin. Anchadan beri sen bilan gaplashmayotgandik Ha, o'zi. ancha bo'lib ketdi, opa. Bo'lmasa indinga ko'rishaylik. Aha, Bo'pti, mayli, opa. Yaxshi o'tiringlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. kutaman. Bo'pti, singlim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Mayli, oyijon. Dorilaringizni iching har kuni. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi? Ha, biror kun o'tib qolamiz. Xo'p. Sizni yaxshi ko'raman. Bekorga bunaqa tush ko'rmagan ekanman. Alloh ham seni tavbangni qabul qilgan ekan. Shu sen bilan o'tgan qisqa muddatga roziman. Sen ham mendan rozi bo'l. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Qiyomat kuni gunohlarim oshkor bo'lishini istamaganligim uchun ham ayolimning xato va kamchiliklariga, gunohlariga ko'z yumdim va Alloh uchun uni qabul qildim va Alloh uchun mendan yordam so'raganiga boricha uni qabul qildim. Agar sizning ham bunday ayolni qabul qilishga kuchingiz bo'ladigan bo'lsa, zinhor va zinhor uning xatosini yuziga solmang, unutmang. Balki uning bu xatosidan keyingi tavbasi sizning umringizni oxirigacha qiladigan tavbangizdan mukammalroqdir.